Ağine, sen birer haberini aldın mı? Ha, anlamadım. Ha? Yol veringlar. Kechiringlar. Günlar, bu cho'ng kavani sasaqla Abdulla buvamga doğru ep beraymiz. Rahmat Nəsirdin aka. Hozirgi balalar azroqmi qayda o'qimaydi? Shu, hammasi qayda o'qimaydigan yavoyi bolalar. Ha, turishmabsan. Bular men ijaraga bergan do'konlar. Begim, marhamat. Begim, bu mening do'konim. Ko'rpasizlar. Qarsizlar, begim, bu mening do'konim. Begim, o'tiribsizlar. Men sizga choy damlab kelaman. Begim. Begim, charchab qoldimi nima? Xotinim o'lib ketgandan beri bu kunlarni mazzi qolmadi. Begim, o'zlariga texnici biraz yaramidimi? Kav sotaman, kav. Vaqirayotgan kim u? Kav sotaman. U yerda kav setayotgan o'xshaydi. Kav sotaman. Berib ko'rib qo'yamiz. Kav elinglar. Oy. Kava satamiz. Kava satamiz. Cho'ng kava. Rost yaxshi Shunda jahonda tepilmaydigan cho'ng kava faqat 5 kumush tengigina sotamiz. Ozroq qimmatga. Mal azliqdan qimmat bo'ladi, bunchalar cho'ng kava qimmat emas. Kav elinglar, kav sotaman. Sahipcama. 5 kumush tangaga men oldi. Ha? To'xta. Men 30 kumush tanga berman. Bu kavani men olaman. Begim, mush kavini olamdilar. Albatta. 2 kundan keyin uyga og'il kelaman. Besh yaxshi bo'ldi. Endi bobomga to'g'ri alolaydigan bo'ldi. Sen o'zi qara xushib ketganingni. Selim boy. Qimga dastim oldilar. Men o'limga hayiq. Sizlar nima o'ylayotdilar? Begim, sizlar nimishqa 30 kumush tanga xajlab u kavni oldilar? Mening kavaga emas, Aminaga ko'zim tushgan. Begim, uni yoqtirib qolgan bo'lsalar, nimishqa udilli demaylar. Sizlar nima degan qapaqvash? Bunda qilganim uning o'zimning boy ham sehiy ekanligimni bildirib qo'yish. Shunda u o'z roziligi bilan menga tegdi. Begim, haqiqatan aqlli ekanlar. Men elchi bo'lib beraymi ya? Bumi bo'ladi. Amina cho'qim hayron qoladi. Qaraslar bova, sizga to'g'ri oladigan pulimiz bor bo'ldi. Obdan balam. Amina! Amina! Amina muborak bo'lsin. 2 kundan keyin qozi begim sizni amriga og'il keladi. Yo'q opa. Bo'lmaydi. Men uningga tegmayman. Nima tegmaysiz? Qozi begimning huquqimi bor, pulimi bor. Sharoiti nima degan yaxshi? Bayxo'jam, o'ylab baqsizlar, ayni chaqda Aliya hammomning sili bilan to'y qilishi sizlarning Selimboy bo'lganliklari uchunmi? Ayni chaqda men yo'l bo'yida ushaq tijorat qiladigan kichik savdogar edim. Shunga deyman, sharoit hammadan muhim emas. Qanday qilamiz Nəsirdin aka? O'ylab baqay. Topdim. Nəsirdin aka, men qo'rqyapman. Ansirman. Ammo
Amina, siz xotirjam bo'ling, biz bor. Amina acha, mening amalim bor. Qozbegim keldi. Qo'rqyaptimi? Amina, siz qayerda? Men sizni aminimga og'il keldim. O qani? Abdulla, Amina qani? Qozi begim, pullarni hozirlik qaytirib beray, Aminaga yepishib olmaslar. Men pul olmayman. Bugun cho'qib Aminani amrimga olaman. Chiqinglar. Nima qilyapsizlar? Aminani izdala. Cho'qib Aminani tepinglar. Hammiyani olib qo'ymay aqtiringlar. Aminani cho'qib tepinglar. Tez bo'linglar. Hammiyani aqtiringlar. Men nima ishkanligini bilaman. Qozi begim, sizdan o'tinib qolay. Abdullah, men bugun Aminani cho'qib ko'rishim kerak. Qazi begim, Amina achamni ko'rish uchun oldi bilan men bir shartimga ma'qul bo'lsizlar. Nima shart? Bu hovlida sizlarning qo'llari nimani tutsa, shuni etkazsizlar bo'ladi. Ammo faqat bir qitim fursat bor. Belki yaxshi bo'ldi. Amina acham uyg'izdi. Amina, mana hozirla chiqaman. Saqlab turing. Aldan qaltanga tushgani tasli qoldim. Chiqing. Tez bo'q kelish. Ha, mana. Chopsa bo'lash. Begim, tezroq. Tez bosla begim. Nimaga ko'tildi işte? Voy. Amina, men keldim. Yo'q. Yiqilganmiz. Amina, men seni og'ili keldim. Yo'q, yiqilganmizlar. Başlandı. Nەsىrdin, sen beni aldın. Qazi begim, sizlarning qo'llari bu kavuga tegdi. Sizlar faqat kavunla ip ketalaylar. Amina, men bilan rost maqmamsiz. Begim, qarsida. Ha?